Diqqat, aholiga noxush xabar. O'zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada oshdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda AI-92 markali benzin narxi tarixiy rekordni yangiladi. Respublika tovar xomashyo birjasidagi savdolarda 29-iyun holatiga ko'ra 1 tonna AI-92 benzini narxi 13,919 million so'mga yetdi. Iyun oyi boshidan buyon benzin narxi qariyb 11,8% ga, ya'ni 1,47 million so'mga oshdi. Eng keskin o'sish oy boshida kuzatilib, atiga 4 kun ichida narx 10,5% ga ko'tarildi. Shu bilan birga birjada sotuvga chiqarilgan benzin hajmi ham sezilarli kamaydi. Oyning boshida taklif qilingan 3,791 tonna yoqilg'i 23-iyunga kelib 1898 tonnagacha tushib ketdi. Keyinchalik taklif biroz oshgan bo'lsa-da, narxlar yuqori darajada saqlanib qoldi. Mutaxassislar narxlarning oshishini Rossiyada neftni qayta ishlash zavodlari ta'mirlash ishlari va yoqilg'i taqchilligi bilan izohlamoqda. Bundan tashqari Rossiyada benzin eksportiga qo'yilgan cheklovlar ham bozordagi vaziyatga ta'sir ko'rsatgan. Natijada O'zbekiston bozorida AI-92 benzini narxi tarixdagi eng yuqori darajaga chiqdi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.